Okey barcha salom bo'ldi. Sizlar bilan men Flux bo'lib, sizlar yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlayapsizlarmi? Короче, bugun biza har xil qo'shimcha tools, ya'ni qurol yoki shunga o'xshash brunalarda qo'shimchalarni yasab ko'ramiz. Albatta men ekranlarga chiqarib qo'yaman rasmlarni. Bu chotki mod bo'l albatta olish uchun Telegram kanaliga o'tinglar. Lekin men hozir Telegram kanalim yo'q. Xo'p, okey, mana bu yerda uje bizaga kerak narsalar tashavrusda kerakli uje. Tashavrusda masonni qilib qo'yishgan. O, steak normalniy 32 ta go'sht. Endi bizning go'shtdan muammomiz bo'lmaydi. Xo'p, okey, uje biza ana kitobda adashmasam bizga kerakli bo'lgan narsalar bor. Xo'p, mayli. Bo'lib bu yerga steak olamiz. Bu yerga kitobni qo'yaylik endi. Okey, bu yerda bizga kerakli narsalar bor. Kerakli emas, yasashimiz mumkin bo'lgan narsalar. Sal anaqa bo'lib qoldi. Hop, okey, bu yerda juda ham ko'p narsalar. Xo'p, biza bulardan eng osonni yasashimiz kerak, okey. Hop, biza bu yerga shaxtaga tushamiz. Ko'mir, yaxshi. Ko'mirmi o'zi bu? Ko'mir adashmasam bo'ldi. Ko'mirlarda uje avvaldi, uje tashqariga chiqib ketamiz. Hop, bizaga eng yasashimiz oson bo'lgan narsalar nima? Hop, mayli. Daraxt chopamiz, undan ko'ra daraxt kerak bo'ladi. Okey, endi bularda biz yog'ochga aylantirib, yog'ochni keyin bitta versakka solamiz. Okey, bo'ldi. Normal endi versakka qo'yamiz-da, hop. Biz nima yasasak bo'lardi? Hop, sho'dan qarab ko'ramiz. Bu yerda juda ham ko'p narsalar bor. Mana bunaqa narsa. Bo'ldi, mana eshikni yasasak bo'lar ekan, eng osoni shu ekan. Xo'p, mayli, menimcha bundan boshqa osonroq narsa yo'q. Bir dona eshik, keyin bir dona ko'p narsalar bor ekan bu yerda. Xo'p, mayli, versakimizni olamiz. Bu yerda nimalar? Xo'p, короче, endi biz tosh olamiz. Albatta biz ana eshikni yasashimiz kerak. Okey. Bo'la, nima deysizlar? Telegram kanal ochayman. Nima deysizlar? Ochinglar, och deb kommentariyaga yozib yuboringlar, tushunursan. Xo'p, bo'la, eshik mana tosh nimaga yasa bo'lmayapti? Ikkita tosh yo'q. Bo'ldi, shuni bizga yonib bo'lgan tosh kerak ekan, hali yondirilgan. Xo'p, biz yana pechka uchun tosh qazib olishimiz kerak bo'lmasa. Okey, bo'ldi. Okey. Endi buni olamiz. Xo'p, bo'ldi. Endi bunga bu yerga qo'yib, bo'ldi. Yaxshi qo'yib qo'ydik. Xo'p, normalniy. Okey, uje mana bizani eshigimiz. Birinchi yasagan qo'shimcha inventorimizdagi narsa. What the normal bo'ldi. Okey, bu ishi ajoyib. Bug bo'lyapti, ajoyib bir. Bu bo'ldi, endi bu bizga kerak emas bo'ldi. Olaveramiz. Qachondir kerak bo'lar, balki uy qurarmiz. Xo'p, mayli. Xo'p, biza hozir mana yerdan pastga qazib ketaman, chunki men shaxta topishim kerak. Let's go. Anchadan beri qazyapman, вообще zerib ketdim. Xo'p, qachon? Shaxta normal ekran atrofida qorayib ketdimi? Bu yo'lda temirlar, normalniy, bu temirlarni ham olamiz. Bizga temirlar kerak bo'ladi. Hop, bo'ldi. Bu yo'lda nimalar bor? Okey, pastda suv bilan lava. Bu men hali ko'rgandim, suv bilan lavani bitta nima desam bo'ladi? Bitta paqir desam bo'ladi. Chelakga solsa bo'ladi. Buning uchun bizga ikkita chelak kerak. Hop, okey, biz bu joyga mana nima qo'yamiz-da? Biz temirlarimizni yondirib olamiz. Biz ikkita chelak qilib turib, keyin ikkalasini birlashtirsak bo'ladi. Ko'ramiz, balkim VIP lava suv bo'lar. Bu nima bo'lganda prosta. Wow, deb tashardim. Endi biz buni kuchimiz kerak. Ungacha biz fakel olamiz. Bizga fakel kerak bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Endi bizani birinchi chelakimizni yashaymiz. Xo'p, bo'ldi, birinchi tayyor. Endi ikkinchisini yasashimizni, mana yonishini kutib o'tirishimiz kerak. Bu yerdagi temirlarni olib turaman, kutib, zerib ketdim, to'g'risi, вообще. Ungacha sizlar meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, mayli, bir dona ber, bo'ldi. Yaxshi, uje bir dona yana bitta tayyor. O'tga uje normal. Endi biz ikkinchi chelakimiz, chelakni ham yasasak bo'ladi. Endi paqirda o'rganganman. Hammalar tushunasizlar, chelaksan, paqirsan, u boshqa nima deyiladi tushunmaydi. Xo'p, okey, bo'ldi. Naryoqda zombi tushib qolsa ham o'ladi biratishga. Okey, bu yoqqa suv, bittasiga mana bittan lava olamiz. Okey, qani lava. Nice. Okey, ikkalasini endi birlashtiramiz. Okey, jotga biz endi
balkim VIP lava suvimiz bo'lar, u normalni. Qanday ishlatsam bo'ladi endi buni? Okay. What the fuck? What the fuck? Shuncha shu qilib olish uchun kutdim bo'ldi. Men videomiz nimali kerak emas. Mayli, nima deymiz endi bu yerga fakir qo'yaylik. Hop, biz bu yerdan oltinlarni olamiz. Oltinlar kerak bo'lib qolishi mumkin, balkim kerak bo'lib qolar. Okay. Shuncha yo'lda mana shu tubik uchun bosib keldim. Tushunirsiz, o'zicha uzoq yo'l ham bas edi. 2 qadam. Lekin men 2 qadam basdim. Bola kommentariyada yozib ketinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, mayli. Oppa. Okay, hop, mayli. Biz shu yo'lga chiqamiz. Hop, qaranglar. Hop, biz shu yo'lga chiqishimiz kerak. Let's go, baby. Okay. Tushunirsiz. Bu yo'lda nima? Ismi nima edi? Hali unaqala. Hop, mayli. Okay. Mana bu yo'lda shuncha yo'lda men hech narsa yo'q ekan, borib keldim, tushunarsiz ham mayli. Okay, bu yerda temirlar bor ekan, temirlarni ham olamiz. Temirlar bizga kerak bo'lib qoladi albatta. Pastga tushilichi lava bor, ishqilib biron nima bo'lsin-da lava atinglar tushyapman, ishoninglar. Nima janarsan hammasini shuncha payt nima bosib keldim yana. Bu qormanni nima qilyapti, mashina ochillaydi. Ki bolalar kabijoz cho'tki g'oya kiyib oldim. Men shitli kirka yasamoqchiman, ya'ni kirkali shit. Buning uchun bizga 2 ta kirka ele bitta shit kerak bo'ladi. Adashmasam o'shunday ko'rgandim. Xo'p, biza hozir temirlarimiz yetarli, shuning uchun temirlarimizni pishirib olishimiz kerak. Okey, bo'ldi, uni olamiz, ele pishirib olamiz. Xo'p, bo'ldi, bu yerga qo'yamiz. Cho'mirdan pishirmay qo'yaverik, kelinglar mana shu nima desam, yog'ochdan pishiraverik, yo cho'mirdan pishiraymi, yo yog'ochdan pishiraymi. Xo'p, mayli, biz ko'mirdan pishiramiz. Buyoqchi buyut qilyapti. Uzr bo'ldi. O'ldirib tashlaymiz. Okey. Abake negerin solish tibech qo'lka. Hali bularga borman bilan urushga borib bu komandasini yig'ib kelmaydimi? Okey, bo'ldi. Biz hozir yasaymiz. Nice. Bitta deyapti. Bitta pishirsa, bo'ldi. Yetadi. Okey, bizga kirka o'sha bo'ldi. Kirka tayyor. Okey, oppa. Okey, ile oppa. Mana bo'ldi. Ikkita kirkamiz tayyor. Bo'ldi. Endi bizga shit yasashimiz uchun ham bir dona temir kerak ekan. Tushunarsiz. Okey, bo'ldi bitta. Bo'ldi, normalniy. Xo'p, endi biz hozir tezlikka qaraylik, bo'ldi, tezlikni. Ko'ryapsizlarmi? Tezlik trinda ham yo'q. Xo'p, bo'ldi, endi shitni olamiz. Hop, endi qayerda turardi bu shitni? Bu yo'lda bo'lmasa, bu yo'lda. Bo'ldi mana. Nice bo'ldi. Chotki. Okey, o normalniy bo'ldi, olamiz. Endi qo'yishga ya parasata nima qilib tashadi bu? Tushunarsiz, hozir ko'ramiz. Nima bu chopmayapti endi? Qani, okey. Afshib. Qanday, nima gapi? Bo'yman qarachima. Bu yerda chop ko'raylikchi. Nima chopyapti, lekin bu yerda chopmayapti. Endi chopdi. Bu pastga nima bo'lyapti? Bo'ldi, bu xohlagan tarafini chopar ekan, bu nega kiragan? Mayli, biz tepaga chiqib olishimiz kerak. Jinosa buni kirkada yo'q, kirka bo'lmaydi hozir. Nima deb olamiz? Oddiy kirkada. Okey, bu yerdan endi tepaga chiqamiz. Okey. Let's go, baby.